Assalomu alaykum barchaga. Ustozlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hamma sog' salomatmi? Demak, bugun 12 12/03/2025-yil. Mavzuyimiz hosila ikkinchi dars. Hosila ikkinchi dars. Birinchi darsni sizlar bilan ertalab ko'rib chiqdik. Birinchi darsni sizlar bilan ertalab ko'rib chiqdik. Endi ikkinchi qismni boshlaymiz. Endi ikkinchi qismni boshlaymiz. Xo'p, kitob ichidagi IDCni, kitobi ichidagi misollardan yozmayapman. O'sha har bittasiga moslab turib, e, misollar yozib ketyapman. O'shalardan shug'ullanishni boshlaymiz. Demak, ertalab sinus, kosinuslarni, tangens, kotangeslarni ko'rdik. Endi sizlar bilan o'sha arkliklarini ham bir yo'lasiga ko'rib ketamiz. Ya'ni bugun birinchi gaplashadigan narsamiz bizada ark sinus x ning hosilasi. Birinchi gaplashadigan narsamiz, demak bizda ark sinus x ning hosilasi. Bu bizada 1 taqsim ildiz ostida 1 minus x kvadratga teng bo'ladi. 1 taqsim ildiz ostida 1 minus x kvadratga teng bo'ladi. Agar mana shu joyda ark sinus 4x dan hosil olish kerak bo'lsa qanaqa bo'ladi? Agar mana shu joyda bir ark sinus 4x dan hosil olish kerak bo'lsa nima bo'ladi? Demak, 1 taqsim ildiz ostida 1 ayrilgan 16x kvadrat. Ya'ni 16x kvadrat nima bo'lyapti? Mana bu yerdagi x ni o'rnida bu yoqda 4x kelyapti. O'shaning uchun kvadrat. Biz ertalab ko'rdik, murakkab funksiya hosilasida 4x dan hosil olib, yoniga ko'paytiruv 4 ni ham nima qilamiz? Yozib qo'yamiz. Yoniga ko'paytiruv 4 ni ham yozib qo'yamiz. Sababi mana bu yerdagi 4x dan olgan hosilamizni yoniga ko'paytiruv qilib yozib qo'yamiz. Yana masalan bizga beradigan bo'lsa ark sinus kosinus x dan hosil olishimiz kerak. Ark sinus kosinus x dan hosil olishimiz kerak. Bunda nima qilamiz? Ark sinusni o'zidan hosili 1 taqsim ildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat x ga teng. Ko'paytirilgan kosinus x dan hosil olamiz. Endi mana bundan hosil olib ko'paytiramiz. Bundan hosil oladigan bo'lsak, kosinus x dan hosili nima bo'ladi bizda? Ertalab ko'rdik, minus sinus x. Yoniga ko'paytiruv bo'lib yozib qo'yiladi. Agar mana shu joyda x ning oralig'ini 0 u pi taqsim 2 orasida deganda buni soddalashtirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni nega soddalashtirib qo'yamiz? Chunki mana bu ifodamiz bizada ildizdan chiqaradigan bo'lsak sinus x bo'lib chiqadi. Ya'ni tepada minus sinus x, makrajda sinus x hosil bo'ladida javob minus 1 chiqadi. Agar mana bu oraliqni bersa, agar oraliq bermasa, shu ko'rinishda yoki modullik qoladi. Sababi ildizlik ifodadan musbat chiqadimi, manfiy chiqadimi, uni bilmaymiz. Endi keyingi yozishim kerak bo'lgan narsa ikkinchisi. Bu ark kosinus x dan hosila. Ark kosinus x dan hosila xuddi sinuslikka, ya'ni ark sinuslikni faqat oldida nimasi bori? Minusi bori bo'ladi.
faqat oldida minusi bori bo'ladi. Endi, masalan, bizaga bergan bo'lsa ark kosinus deylik 2x dan nima olish kerak? Hosil olish kerak. Bu bizda nima bo'ladi? Bu bizda nima bo'ladi? Xo'sh, minus 1 taqsim ildiz ostida 1 ayrilgan 4x kvadrat ko'paytirilgan 2 ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni men 4x dan hosil oladigan 2x dan hosil oladigan bo'lsam, yonida ko'paytiruv 2 turadi. Xo'p, buni keltirib chiqarish uchun men oldin sizlarga limitni o'rgatishim kerak-da. Chunki funksiya hosilasining funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatining limiti funksiyaning hosilasini beradi. Limit universitetda birinchi kursida yoki bo'lmasa adashmasam 11-sinfda aynan hosilaga ta'rif kiritganda adashmasam funksiya orttirmasining argument orttirmasiga funksiya orttirmasining argument orttirmasiga nisbatining limiti bizda nima bo'ladi? O'sha funksiyaning hosilasini beradi. Xo'sh, keyingi misolimiz. Misol 1. Bizdan so'rayapti. fx sifatida quyidagi funksiyani olaman. Arc sinus x kvadrat qo'shilgan arc kosinus 2x. Funksiyaning hosilasini toping deyapti. Funksiyaning hosilasini toping deyapti. Bunda nima qilamiz? F hosila x barobar arc sinusdan hosil oladigan bo'lsak 1 taqsim ildiz ostida 1 minus x ning 4-si ko'paytirilgan x kvadratdan hosil olsak yoniga 2x yozamiz. Plus arc kosinus 2x dan hosil oladigan bo'lsak ildiz ostida 1 ayrilgan 4x kvadrat tepada minus 2 turadi. Tepada minus 2 turadi. Ya'ni 2x dan hosil olsak 2, o'zi arc kosinusdan hosil olganimizda mana oldida nima turardi? Minuslik ifodamiz turar edi. Xo'p. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa 3. Uchinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Arc tangens x dan hosili. Arc tangens x dan hosili. Demak, bu bizada 1 taqsim x 1 plus x kvadrat hosil bo'ladi. 1 taqsim 1 plus x kvadrat. Misol uchun bizadan arc tangens sinus x dan hosil olish kerakligi so'ralsa 1 taqsim 1 plus sinus kvadrat x ko'paytirilgan sinus x dan hosilani yoniga ko'paytiruv qilib yozib qo'yaman. Ya'ni kosinus x. Bu murakkab funksiyani ichida ketyapti. Murakkab funksiyani ichida ketyapti. Yoki bo'lmasa bizadan arc tangens kvadrat x dan hosila so'rasa nima qilamiz? Bunda birinchi darajadan hosil olamiz. Ya'ni 2 ko'paytirilgan arc tangens x ko'paytirilgan arc tangensdan hosila endi 1 taqsim 1 plus x kvadrat hosil bo'ldi. Mana berilgan funksiyadan, ya'ni arc tangens kvadrat x dan hosila
2 arc tangens x ko'paytirilgan 1 taqsim 1 plus x kvadrat hosil bo'ldi. Xo'p, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa 4. Ya'ni tangens bilan tangensini ko'rdik. Arklik endi kotangensi. Ark kotangens x dan hosili. Bu bizda 1 taqsim minus 1 plus x kvadratga teng. Xuddi sinus bilan kosinusga o'xshaydi. Tangensda plusligi, kotangensda minusligi. Sinusda plusligi, kosinusda minusligiga o'xshab. Bunda ham bizada so'rasa, masalan, arc kotangens x kvadrat qo'shilgan sinus x dan hosilani so'rasa. Demak, bu bizada minus 1 taqsim 1 qo'shilgan x kvadrat plus sinus x ning kvadrati. Chunki x ni o'rnida aynan mana shuni o'zi kelyapti. Yonidan ko'paytiraman, mana shu bo'yaganimdan hosilani, ya'ni 2x qo'shilgan kosinus x yoniga ko'paytiruv bo'ladi. Yoniga ko'paytiruv bo'ladi. Endi shu 4 ta o'rgangan narsamizga doir misol yechamiz. Shu 4 ta o'rgangan narsamizga doir. Birinchi misolimiz. Bizda fx funksiya berilgan bo'lsa va arc kosinus 3x kvadrat minus 1 funksiyaning hosilasini toping desa nima qilamiz? Demak, f hosila x barobar arc kosinusdan hosila minus 1 taqsim ildiz ostida 1 ayrilgan 3x kvadrat minus 1 ning kvadrati ko'paytiramiz. Endi mana shundan hosil olib, ya'ni bundan hosil oladigan bo'lsak 6x hosil bo'ladi. Yoniga ko'paytiruv tushar ekan, demak 6x. Mahraj soddalashtirib qo'ysangizlar ham bo'ladi bunaqa misollarda. Ya'ni javob shu ko'rinishda emas, mana bu ildizni tagi soddalashgan variantda kelishi mumkin. Soddalashgan variant. Xo'p, keyingi misol 2. Endi qiymat so'rasa. Ya'ni fx funksiya sifatida arc sinus kvadrat 2x minus 1 ni oladigan bo'lsak, bizdan f hosila 3 taqsim 4 ni toping desa nima qilamiz? Bunda nima qilamiz? Endi birinchi qiladigan ishimiz darajaga e'tibor qaratamiz. Darajaga e'tibor qaratsak 2 ko'paytirilgan arc sinus 2x minus 1 ko'paytirilgan. Endi arcdan hosil oladigan bo'lsak 1 taqsim ildiz ostida 1 minus 2x minus 1 ning kvadrati ko'paytirilgan 2. 2 qayerdan paydo bo'lyapti? 2x minus 1 ni qavsini ichidan hosil olyapti. Endi 3 taqsim 4 ni shunda o'rniga keltirib qo'yamiz. X lar o'rniga 3 taqsim 4 ni keltirib qo'yamiz. Nima hosil bo'ladi bizada? 2 ko'paytirilgan arc sinus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 ayrilgan 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4 bo'ladi adashmasam. Ildiz ostida ko'paytirilgan 2. 1 taqsim 2 ga pi taqsim 6 derishadi. Bunda ildiz osti 3 taqsim 4 bo'lsa, 2 taqsim ildizda 3 ko'paytirilgan 2. Xo'p, jami 8, 4 taqsim 3. Demak, 8 pi taqsim 6 ildizda 3 hosil bo'lyapti. Buni qisqartirsak 4 pi taqsim 3 ildizda 3 hosil bo'lar ekan. Agar hisob kitobda adashmagan bo'lsam, menimcha adashmadim.
Irratsionallikdan qutqarib qo'ysanglar ham bo'ladi, shu ko'rinishda qolsa ham bo'ladi. Buni farqi yo'q. Xo'p, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, masalan, uchinchi misol, hozirgi o'rganganlarimizga doir. Uchinchi misolimiz bizada fx funksiya arc kosinus sinus x ko'rinishda. Bizdan f hosila pi taqsim 4 ning qiymatini top deyapti. F hosila pi taqsim 4 ning qiymatini top deyapti. Bunda nima qilamiz? Birinchi f hosila x ni yozadigan bo'lsak, arc kosinusdan hosila bizda minus 1 taqsim 1 ayrilgan sinus kvadrat x ildiz ostida. Buni ko'paytirishimiz kerak. Endi sinusdan hosil oladigan bo'lsak, kosinus x. Xlar o'rniga pi taqsim 4 ni qo'ysak, minus 1 taqsim ildiz ostida 1 ayrilgan 1 taqsim 2. Chunki sinus pi taqsim 4 ildiz osti 2 taqsim 2 bo'lsa, uni kvadratga oshirsak 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. Ko'paytirilgan ildiz osti 2 taqsim 2. Demak, minus 1 taqsim 1 taqsim ildiz 2 karra ildiz 2 taqsim 2 chiqyapti. Demak, buni javobi bizda minus 1 hosil bo'ladi. Ya'ni f pi taqsim 4 da nimaga teng bo'lar ekan? Minus 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, trigonometriyaga doirlari menimcha bo'ldi. Ya'ni asosiy bilishimiz kerak bo'lganlari. Endi sizlar bilan ko'rsatkichli va logaritmik funksiyalarda hosilalar haqida gaplashamiz. Ya'ni bu biza bilishimiz kerak bo'lgan deyarli oxirgisi. Xo'p, birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa a darajasi x dan hosil oladigan bo'lsak, a darajasi x ln a hosil bo'ladi. A darajasi x dan hosil oladigan bo'lsak, a darajasi x ln a. Masalan, xo'p, 3 ni x-inchisidan hosil oladigan bo'lsak, 3 ni x-inchisi ln 3 hosil bo'ladi. Agar 3 ni kosinus x-inchisidan hosil oladigan bo'lsak, 3 ni kosinus x-inchisi ko'paytirilgan ln 3 ko'paytirilgan kosinusdan hosila minus sinus x bo'ladi. Ya'ni bu nimaga o'tib ketyapti? Nimaga o'tib ketyapti? Murakkab funksiya hosilasiga o'tib ketyapti. Murakkab funksiya. Ya'ni kosinus x dan ham hosil olib, yoniga nima qilib qo'yishimiz kerak? Yozib qo'yishimiz kerak. Keyingi ikkinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa y darajasi x dan hosila bu o'zgarmaydi, y darajasi x ligicha qolaveradi. Agar mana shu misolda y darajasi sinus x dan hosil olish kerak bo'lsa, y darajasi sinus x ko'paytirilgan. Endi murakkab funksiya hosilasi bo'lgandan keyin sinus x dan ham hosil olib yoniga yozadigan bo'lsak, kosinus x turadi. Yoki bo'lmasa y darajasi x kvadrat qo'shilgan 4x dan hosil ol desa, y darajasi x kvadrat plus 4x yoniga ko'paytirib qo'yamiz darajadan olgan hosilamizni. Darajadan hosil oladigan bo'lsak, 2x plus 4 yoniga ko'paytiruv bo'lib tushadi. Mana. Endi logaritmikka e'tibor qaratamiz. Uchinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa. 3. Logaritm a asosga ko'ra x dan hosil oladigan bo'lsak, 1 taqsim x ln a chiqadi. Ya'ni logaritm 2 asosga ko'ra x dan hosil olsak, 1 taqsim x ln 2. Yoki bo'lmasa logaritm masalan 5 asosga ko'ra
X kvadratdan hosil olsak nima bo'ladi? 1 taqsim x kvadrat ln 5 ko'paytirilgan 2x bo'ladi. Ya'ni 2x ni qayerdan olyapman? Mana bu yerdagi x kvadratdan hosil olib, yoniga ko'paytiruv qilib yozib qo'yapman. Hosila olib, yoniga ko'paytiruv qilib yozib qo'yapman. Yana yozaman. Masalan, logaritm 2 asosga ko'ra sinus x dan deydi. Hosil oling deydi. Bu bizada 1 taqsim sinus x ko'paytirilgan ln 2 ko'paytirilgan. Sinus x dan hosil olsak, yoniga kosinus x ni yozib qo'yamiz ko'paytiruv qilib. Murakkab funksiya hosilasiga ko'ra yoniga ko'paytiruv yozib qo'yapman. To'rtinchi bilishim kerak bo'lgan narsa. ln x dan hosila 1 taqsim x hosil bo'ladi. ln x dan hosila 1 taqsim x ga teng bo'ladi. Masalan, ln 5x dan hosil oladigan bo'lsak, 1 taqsim 5x ko'paytirilgan 5 bo'ladi. Chunki o'zi murakkab funksiya bo'lyapti. Bu yonidagi 5x dan hosila olib, yoniga ko'paytiruv qilib yozib qo'yishim kerak. Yoniga ko'paytiruv qilib yozib qo'yishim kerak. Masalan, bizaga keladi. ln deydi. ln. Xo'p, 3x kvadrat ayrilgan 4x. Shuni hosilasini topish kerak. Yoki bo'lmasa buni fx sifatida qaraydigan bo'lsak, f hosila 2 ni top deb so'rasa nima qilamiz? Oldin hosila olamiz. 1 taqsim 3x kvadrat ayrilgan 4x ko'paytirilgan 6x minus 4. 6x minus 4 qayerdan kelyapti? Mana buni ichidan hosil olyapti. Endi x lar o'rniga 2 qo'yib yuboradigan bo'lsak, bizda 1 taqsim 12 ayrilgan 8 4 ko'paytirilgan 12 dan 4 ketsa 8. Javob 2 hosil bo'lyapti. Mana x lar o'rniga 2 qo'yib yubordim. Logaritmik ham tushunarli bo'ldimi? Logaritmik ham tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, plyus qo'yib yuborsangizlar bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Ya'ni keyingisi deganimda misollariga o'tmoqchiman. Endi misollarda ham gaplashsak bo'ladi. Xo'sh, mana. Ertalabki bilganlarimiz bilan birga endi hosil olish qoidalariga o'tamiz. Ya'ni biza hosil olish qoidalarini o'rgandik. Bizani oldimizda yana o'tishimiz kerak bo'lgan narsa urinma tenglamasi, hosilaning mexanik ma'nosi, funksiya o'sish kamayishi. Ya'ni hosilada 3 ta narsa qoldi. Ekstremum, minimum, ularni o'sha bittada qilib ketamiz. Modulga sabr qilib turing. Iltimos. F hosila x ni toping deyapti. Demak, f hosila x imiz 9x kvadrat ayrilgan 10x qo'shilgan 6 hosil bo'ladi. Ya'ni ma'buni darajasida 3 oldinga ko'paytiruv bo'lib tushyapti. Buni ertalab ko'rdik va bu bizada qaysi javobda? D javobda. F hosila x ni 0 ga tenglashtiring deyapti. Mana shu qoidaga e'tibor qarating. F hosila x 0 ga teng bo'ladi.
Telegramda ovozda o'chirdim-da. Telegramda ovozda o'chirdim. Iltimos, ustozlar. Hosilani birinchi marta yechayotgan ustozlar bor. Hosilani birinchi marta yechayotgan ustozlar bor. Iltimos. Undoq qiling, bundoq qiling. E, Yoshingizlar mendan katta-ku, iltimos. Hurmatni saqlaylik. Hosilani birinchi marta o'tayotgan ustozlar bor. Agar oson bo'layotgan bo'lsa, chiqib ketib uydagi ishlarni qilib kino ko'rib o'tiringlar. Men bilmaydiganlar bilan ishlab olay. Ikkinchi misolga e'tibor qaratamiz. Fx funksiya hosilani nolga aylantiruvchi qiymatlarni toping deyapti. Hosilani nolga aylantiruvchi qiymatlar nima o'zi? Bunda olganda. Hosilani nolga aylantiruvchi qiymat qanaqa bo'ladi? Mana shuni o'ziga e'tibor beringlar. Ya'ni bu ham bitta yangi tushuncha bo'ladi-da, hozir keyingi safarda bizaga. Qanaqa nuqtalar bo'ladi? Kritik nuqtalar bo'ladi. Hosilani nolga aylantiruvchi qiymatlari, uning kritik nuqtalari bo'ladimi? Mana shu kritik nuqtalar bo'ladi bizada. Mana hosilani nolga aylantiruvchi qiymatlar hali bu bizada funksiyalarga, hosilani funksiyaga tatbiqlarga kelganimizda kerak bo'ladi. Bu kritik nuqta nimaligini bilib qo'yinglar. Hosilani nolga aylantiruvchi qiymatlar, nuqtalar. Xo'p, bundan hosil oladigan bo'lsak, f hosila x bizda nimaga teng bo'lyapti? 3 oldinga tushsa x kvadrat qo'shilgan 2x minus 3. Shuni 0 ga tenglashtirsak, x plus 3 u x minus 1 ga ajraladi. Demak, bitta ildizimiz minus 3 ga, bitta ildizimiz 1 ga teng. Xo'p, minus 3 bilan 1 degan javob bizda B variantda. Yo'q, B emas, A ekan. A variant. Bunga o'tamiz. F hosila 1. Oldin f hosila x ni topaylik. Daraja oldinga tushadi, darajadan 1 ni ayiramiz. Qo'shilgan daraja oldinga tushadi, darajadan 1 ni ayiramiz. Qo'shilgan 7. Bizadan f hosila 1 9 ga teng bo'lsa, deyapti, n plus n ni toping. X lar o'rniga 1 qo'yib yuborsak, n, chunki 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng, bunda ham 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. N qo'shilgan n plus 2 qo'shilgan 7 9 ga teng bo'lyapti. Mana bu ikkalasini so'rayapti bizada, ya'ni n plus n 0 ga tengligi kelib chiqadi. 0 degan javob A variantda. F hosila 2 ning qiymatini toping deyapti. Hosil olib yuboradigan bo'lsak, f hosila x 2ax ayrilgan 4a qo'shilgan 0 bo'ladi. Chunki bu yoqda a noma'lum emas. Bu yoqda noma'lum faqat x. Chunki f ni x ga bog'liqligi haqida gapiryapti. A bu yoqda o'sha 4 5 larga o'xshagan qanaqadir son. Bizadan f hosila 2 ni so'rayapti. X o'rniga 2 qo'yib yuborsak, 4a ayrilgan 4a 0 hosil bo'ladi. 0 degan javob A variantda. F hosila x0 ni toping. Bu bo'linmani hosilasiga kelyapti. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangizlar, ertalab o'rgandik. Bittada qo'yib ketaman desangizlar. Ya'ni f hosila x tepadagidan hosil olsak 5 ko'paytirilgan pastdagi, ayrilgan pastdagidan hosil olsak 1, tepadagi 5x minus 3.
Mahrajimiz x plus 2 ning kvadrati. X0 minus 1 ga teng bo'lsa, f hosila minus 1 ni toping deyapti. F hosila minus 1. X o'rniga minus 1 qo'yib hisoblaymiz endi. 5 ayrilgan minus 8 bo'lsa plus 8 bo'ladi. Mahraj birligicha turaveradi. Demak, javob 13 chiqadi. 13 degan javob D varianti. F hosila 4 ni so'rayapti. Buni ham bo'linmani hosilasiga qo'yib yuborsak bo'ladi. Buni ham bo'linmaning hosilasiga yoki bo'lmasa quyidagicha yozamiz. Fx funksiyani 5 ko'paytirilgan x minus 3 ning minus birinchisi deb yozsak, bo'ling bu holatda hosila qanaqa bo'ladi? Xo'p, f hosila x darajani oldinga tushiramiz. Oldinga tushiradigan bo'lsak, minus 5 x minus 3 ning darajadan 1 ni ayirsak minus 2 bo'lib qoladi. X'lar o'rniga 4 qo'y deyapti. Demak, f hosila 4imiz minus 5 ko'paytirilgan 4 dan 3 ni ayirib minus ikkinchisi. Bu minus 5 kara 1 bo'lib, javob minus 5 ligicha hosil bo'laveradi. Minus 5 degan javob A varianti. Bo'linmani hosilasiga qo'ysam, ozgina ishi ko'p bo'ladi deb o'yladim. Bu farqi yo'q. 7-misolda hosila olib bir-biridan ayirish kerak. F hosila x'imiz ko'rib turibmiz 5 ga teng. J hosila x'imiz ko'rib turibmiz 4 ga teng. Demak, 5 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak 1 hosil bo'ladi. 1 degan javob A varianti. 8-misol. fx x ning n'inchisi bo'lsa, f hosila n kvadratni toping deyapti. Demak, men oldin f hosila x topadigan bo'lsak, n ko'paytirilgan x ning n minus 1, ya'ni darajadan 1 ni ayiraman. Keyingi qiladigan narsam x'lari o'rniga n kvadrat qo'y deyapti mana bu. Ya'ni f hosila n kvadratimiz n ko'paytirilgan n kvadratning n minus birinchisi. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, n ko'paytirilgan n ni 2n minus 2si n ni 2n minus 1 hosil bo'ladi. Chunki mana buni darajasi 1, ko'paytirilganda asoslar bir xil bo'lsa, darajalar qo'shiladi va bu A varianti. Hammasi A chiqyaptimi buni? Bunga e'tibor beramiz. Hozir ko'rdik, f hosila x, y darajasi x ni o'zi o'zgarmaydi. Demak, ln 2 ni so'rayapti. F hosila ln 2, y darajasi ln 2 degani. Bu ham bizda 2 ga teng. D variant. F hosila 8. Demak, f x ni o'zini oldin yozib olaman. Bu x ni 1 taqsim 3-si degan. Demak, f hosila x ni topadigan bo'lsak, darajani oldinga tushirib, darajadan nimani ayiramiz? 1 ni ayiramiz. Bizdan f hosila 8 ni so'rayapti. X'lar o'rniga 8 qo'yib yuborsak, minus 2 taqsim 3-si. Bu bizda 1 taqsim 4, 1 taqsim 12 hosil bo'lar ekan. 1 taqsim 12 degan javob B varianti. Dastlabki 10tasi bo'ldi. Bu yerda yozib tushuntirganlarim. Pochirkim ham chiroyli ekan. 11. E'tibor beramiz. F x ni o'zini yozaman. X ni 1 taqsim 2-si deb. F hosila x shunda bizda 1 taqsim 2, x ning minus 1 taqsim 2-si. F hosila 1 taqsim 4 ni so'rayapti.
Bu degani 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 ning minus 1 taqsim ikkinchisi. Bu 1 hosil bo'ladi. F hosila 1 taqsim 16. Bu 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 16 ning minus 1 taqsim ikkinchisi. Bu bizada 2 hosil bo'ladi. Endi 1 dan ayirish kerak 2 ni. Minus 1. Minus 1 degan javob bizda A variantda hosil bo'ladi. Keyingisi fx funksiya ln x bo'lsa, f hosila x ni topsak 1 taqsim x. Bizdan so'rayotgan narsasi f 1 taqsim 3. Ya'ni 1 taqsim 1 taqsim 3 bu 3 ga teng bo'ladi. F hosila 1 taqsim 2 ni so'rayapti. Bu bizada 1 taqsim 1 taqsim 2 bo'lib 2 ga teng bo'ladi. Ikkalasini bir-biridan ayir deyapti. 3 dan 2 ni ayirsak 1. 1 degan javob D variantda. 13 hosila f hosila x. Sinus x dan hosila kosinus x. Kosinus x dan hosila minus sinus x. F hosila pi taqsim 4 ni top deyapti. Demak, kosinus pi taqsim 4 ayrilgan sinus pi taqsim 4. Javob 0. Chunki kosinus pi taqsim 4 va sinus pi taqsim 4 da bir xil qiymatlarni qabul qiladi. 14. F hosila x. Logaritm 3 asosga ko'ra x dan hosila 1 taqsim x ln 3. Mandan f hosila logaritm 3 asosga ko'ra e ni so'rayapti. Ya'ni 1 taqsim logaritm 3 asosga ko'ra e bilan ln 3 ni ko'paytirsak, mana bu ko'paytma 1. Chunki bular teskari sonlar. Esingizlarda bo'lsa, logaritm a asosga ko'ra b bilan logaritm b asosga ko'ra a ni ko'paytmasi 1 ga teng edi. Maxraj 1, tepa ham 1, demak javob 1 hosil bo'ladi. 1 degani C variantda. 15. Fx funksiya ildiz ostida kubik ildizda x. Bu degani x ning 1 taqsim 6-chisi degani. Endi shundan hosil oladigan bo'lsak, 1 taqsim 6 x ning minus 5 taqsim 6-chisi. Xo'p, bu bizada 1 taqsim 6 6-ildiz ostida x 5-chisi hosil bo'ladi. 6-ildiz ostida x ning 5-chisi degan javob B variantda, adashmagan bo'lsa. F hosila 1. Bo'linmani hosilasiga qo'yib yuboramiz. F hosila x. Suratdan hosil olsak 2x ko'paytirilgan maxrajimiz ayrilgan maxrajdan hosila 2 tepani o'zi. Maxraj kvadrati edi. Bo'linmani hosilasi eslasangizlar. F hosila 1 ni so'rayapti. X o'rniga 1 qo'yib yuborsak, 2 ko'paytirilgan 1 ayrilgan 2 kara 3 taqsim 1 bo'lyapti. Ya'ni 2 dan 6 ni ayirib 1 ga bo'ladigan bo'lsak, minus 4 degan javob hosil bo'lyapti. Minus 4 A variantda. 17. F hosila x. E'tibor beramiz. Ildiz osti 3. Kosinusdan hosila minus sinus x. Ayrilgan. Kosinus pi taqsim 6. Bu son. Bu konkretniy qiymatga ega bo'lgan son. Va bu qiymatda u 0 ga teng. Qo'shilgan. 6 taqsim pi dan bu ham son oldinda turadi. Ko'paytiramiz. X kvadratdan hosila 2x. Bizdan f hosila pi taqsim 3 ni so'rayapti. Minus ildizda 3.
Sinus pi taqsim 3'te ildiz osti 3 taqsim 2'ga teng. Qo'shilgan 6 taqsim pi ko'paytirilgan 2 karra pi taqsim 3 hosil bo'ladi. Pilar ketdi, bu yoqda 4 qolyapti. Demak, minus 3 taqsim 2 qo'shilgan 4 bizada 2,5 hosil bo'ladi. Ya'ni 4dan 1,5 ni ayirib tashlasak 2,5. Bu A variantda. Keyingisi y barobar tangens x ayrilgan kotangens x. Hosilani pi taqsim 4dagi qiymatini toping deyapti. Xo'p, y hosili 2 turadi. Tangensdan hosili 1 taqsim kosinus kvadrat x. Katangensdan hosili 1 taqsim sinus kvadrat x bo'ladi. Minus, mana bu minus bilan plyus bo'lib ketdi. Xo'p, endi x lar o'rniga pi taqsim 4 ni qo'shishimiz kerak. Y hosili 2 ko'paytirilgan 1 taqsim kosinus pi taqsim 4 ildiz 2 taqsim 2 kvadratga oshirsak 1 taqsim 2 bo'ladi. Qo'shilgan 1 taqsim 1 taqsim 2. 4 ga 2 ni qo'shsak 6 chiqadi. 6 degan javob C varianti. 19. F hosila x 3 taqsim 7 ko'paytirilgan. Darajani o'z oldinga tushadi. 21 taqsim 8. X 21 taqsim 8 dan 1 ni ayiramiz. Ya'ni darajadan 1 ni ayiramiz. Bu ikkalasi ketsa 3 qoladi va 9 taqsim 8 x ning 21 dan 8 ketsa 13 taqsim 8-si. Bu javob B variantida ko'rinib turibdi. 20. fx berilyapti. F hosili x ni toping deyapti. Demak, fx ni quyidagicha yozaman. 4 ko'paytirilgan x ning 7 taqsim 4. Hosil oladigan bo'lsak, daraja oldinga tushadi. 7 taqsim 4. X ning. Endi darajadan 1 ni ayiramiz. 4 lar qisqarib ketsa, 7 ko'paytirilgan x ning 3 taqsim 4 hosil bo'ladi. Bu javob B variantida. Xo'p, osongina bo'lgan birinchi testimiz tushunarli bo'ldimi? Hosilaga oid birinchi testimiz tushunarli bo'ldimi? Endi ikkinchi testga o'tamiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, ikkinchi testga o'tamiz. Xo'p, ikkinchi testdan 1 bilan 2 ni agar ishlamagan bo'lsangizlar, ishlab turinglar. Men shundoq bitta suv ichib olay, og'zim qurib qoldi. Ro'zada o'zi kun bo'yi organizmga suv kerak bo'ladi-yu. Men shundoq suv ichib olay. Sizlar ungacha 1 bilan 2 ni ishlab tursangizlar mayli.
Davom etamizmi? Ehe. 2A 1D 2A. Ha. Javob yozyapsizlar 2A deb. Davom etamiz. Ark tangenusdan hosila. Boya ko'rdik darsi boshida. F hosila x 1 taqsim 1 plus x kvadrat. Bizda shunda f hosila 1 taqsim 2 ni so'rayapti-da, to'g'rimi? 1 taqsim 1 plus 1 taqsim 4. Demak, 4 tepaga chiqadi, pastda 5, 0,8. D javobda. Men xato qildimmi? 1A deb yozibsizlar. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Mana shu ko'rinishdagi, ya'ni ikkinchi ko'rinishdagi misollar keladigan bo'lsa, buni mana bu qismini A deb olgan ma'qul. Mana bu qismini A deb olgan ma'qul. Tushuntiraman nimaga? E'tibor beringlar. Manda fx x barobar x ko'paytirilgan a hosil bo'lyapti. Fx x ko'paytirilgan a hosil bo'lyapti. Ya'ni men a deb belgilab olganimdan keyin. Endi bundan hosil oladigan bo'lsak, x dan hosila 1 karra a qo'shilgan a dan hosila ko'paytirilgan x hosil bo'ladi. Endi bizdan f0 ni so'rayapti. Demak, f hosila 0, x lari o'rniga 0 qo'yib yuborsak, 1 karra a qo'shilgan a hosila ko'paytirilgan 0. Mana bu ifodamiz 0 bo'lib ketadi. Demak, menda f hosila 0 imiz. A deb nimani oldik? X minus 1, x minus 2, x minus 3 qolyapti. X lar o'rniga 0 qo'yib yuborsak, minus 1, minus 2, minus 3, minus 6 hosil bo'ladi. Minus 6 degan javob A varianti. Kim tushunmagan bo'lsa yozsin. Kim tushunmagan bo'lsa yozsin. Kim tushunmagan bo'lsa yozsin. Bunaqa misollar ko'p keladi, lekin cheksiz davom qilgan qauslar variantida ham keladi-da bu. Cheksiz davom qilgan qauslar variantida ham keladi. Men ko'paytirib chiqdim deyshi. Yo'q, ko'paytirmanglar, cheksiz davom qilgan variantda ko'p keladi-da bunaqa misol. Ifoda mana bunaqa qarang. X ko'paytirilgan x minus 1, x minus 2, x minus 3 dan x minus 45 gacha bo'lgani keladi-da. Masalan, sizdan f hosila 44 ni toping degan misollar kelishi mumkin-da. Mana hozir tushuntiraman nimani nazarda tutayotganimni. F x sifatida yozadi. X kara x minus 1, x minus 2, x minus 3 va hokazo x minus 45 deydi-da. F hosila 44 ni toping deydi. Hamdaqa kelishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Bunda bitta-bitta ko'paytirib ochib chiqa olmaysiz-da. Bunda bitta-bitta ko'paytirib ochib chiqa olmaysiz. Ha, 3-chi test 6-chi savolda shunday. Demak, o'shanga kelganda yana gaplashar ekanmiz. Xo'p, e'tibor beringlar, mana bu ifoda bizda 1 ni beradi. Ya'ni y barobar 1 bo'lyapti. Bizadan y hosilani so'rayapti. Javob 0. F hosila 0 deydi, menimcha. F hosila 0 deydi. F hosila 44 desa ham F hosila 44 desa ham bir xil bo'ladi.
44-sini olsangiz baribir bitta joyi 0 bo'lib ketadi-yu, to'liq. X minus 44dan boshqa qolgan hammasini A deb olasizda o'shanda. Xo'p, keyingisi. 4-misol. Ravshan aka, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Px qo'shilgan P hosila x 2x kvadrat ayrilgan 3x plus 7 bo'lsa, Px ko'p hadni toping deyapti. Mana shunaqa misol attestatsiyada tushdi, bilasizlarmi? Kuzgida. Shunaqa tushdimi yo shunga o'xshash tushdimi? Xullas tushdi, aniq esimda. Xo'p, demak men Px ko'p hadni ax kvadrat qo'shilgan bx plus c ko'rinishda olaman. Nimaga bunaqa olayotganimni tushuntiraman. Nimaga kublik olmadim? Agar kublik oladigan bo'lsam, deylik ax kub plus bx kvadrat plus c x plus d ko'rinishda olsam, qo'shgan paytimda yig'indida 3-darajali ifoda hosil bo'lishi kerak edi. Shuning uchun men buni kubik shaklida emas, kvadrat shaklida tanlab oldim. Endi hosil olamiz. P hosila x topadigan bo'lsak, 2 ax qo'shilgan b ko'rinishda bo'lib qoladi. Ikkalasini qo'shaman endi. ax kub qo'shilgan bx plus c qo'shilgan 2ax qo'shilgan b bizada 2x kvadrat ayrilgan 3x plus 7 hosil bo'lyapti. Mana bu kvadrat. Ayniyatdan foydalanamiz endi. X kvadratni oldida a turibdi, bu yoqda 2 turibdi. Demak, a nimaga teng bo'lar ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Bu yoqda b, bu yoqda x hisob chiqsak b plus 2. Bu yoqda x oldida minus 3 turibdi. Demak, mana bu ifoda minus 3 bo'lishi kerak. B qo'shilgan 2a minus 3 ga teng bo'lsa, a 2 ga teng bo'lsa, bizda b minus 7 hosil bo'ladi. Demak, c'ni topadigan bo'lsak, o'z-o'zidan 14. Mana qidirayotgan narsam bizdan px ni so'rayapti o'zi. Demak, pximiz 2x kvadrat ayrilgan 7x plus 14 hosil bo'ladi. Xohlasangizlar buni javobdan ketsangizlar ham bo'ladi. Javobdan ketsangizlar ham bo'ladi. Lekin misol uchun a plus b plus c ni yoki a kvadrat minus b kvadratni top degan ma'nodagi misollarda asosiy yechilish usulini bilganingizlar yaxshi deb o'ylayman. Yo, xuddi shuni o'zi tushdimi? Xullas, shunaqa misol tushdi. Davom etamiz. Funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasini toping deyapti. Demak, bitta hosil oladigan bo'lsak, 9x kvadrat ayrilgan 10x plus 6 hosila olganimizdan yana bitta hosil olamiz. Shu ikkinchi tartibli hosila deyiladi. Bu bizada 18x minus 10 chiqyapti. 18x minus 10 degan javob B variantida. F hosila 0 ni toping. Demak, ko'paytmani hosilasiga qo'yadigan bo'lsak, y darajasi sinus x ko'paytirilgan. Sinus x dan hosila kosinus x. Yoniga ko'paytiramiz buni o'zini. Xo'p, qo'shilgan. Endi kosinus x dan hosila minus sinus x ko'paytirilgan y darajasi sinus x hosil bo'ladi. X lar o'rniga 0 qo'y deyapti. X o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, mana bu ifodamiz 0 bizada. Nimaga? Chunki sinus 0 dan 0 ga teng. Demak, ko'paytmada 0 qatnashyaptimi? Mana bu ifodamiz to'liq 0 bo'lib ketadi. Kosinus 0 da 1, bunda ham 1. Bu
nolda birga teng. Ya'ni 3 ta 1ni ko'paytirsak javob 1 hosil bo'ladi. 3 ta 1ni ko'paytirsak javob 1 hosil. Keyingisi y barobar ln x 3 ni ikkinchisi qo'shilgan 5 bo'lyapti. F hosila 1 ni toping debdi. Mana shu joyda e'tibor beringlar. Darajada ham noma'lum bor. Asosda ham noma'lum bor. Bunda logaritmni qoidasidan foydalanamiz. Ya'ni darajada turgan ifodani logaritmni oldiga olib tushaman. Shunda bizada y'imiz 3x plus 5 ko'paytirilgan ln x hosil bo'ladi. Endi hosil olamiz. Oddiy ko'paytmani hosilasidan foydalanamiz. Ya'ni 3x plus 5 dan hosil olsak 3 karra ln x qo'shilgan ln x dan hosila 1 taqsim x ko'paytirilgan 3x plus 5. Bizadan f hosila 1 ni so'rayapti. Ya'ni x lari o'rniga 1 qo'yib yuboradigan bo'lsak 3 ko'paytirilgan ln 1 qo'shilgan 1 taqsim 1 karra 3 karra 1 plus 5. ln 1 0 ga teng. Bu yoq 0 bo'lib ketadi. Bu tomonni hisoblasak 8. Demak javob 8 ga teng ekan. D variantda. 8-misol. F hosila 2 3 ga teng bo'lsa A ni toping deyapti. F hosila x ni hisoblaylik. Tepadan hosil oladigan bo'lsak 3 ko'paytirilgan maxraj ayrilgan maxrajdan hosila 2 ko'paytirilgan 3x plus a. Maxrajni kvadrati 3 ga teng ekan. X lari o'rniga 2 qo'yganimizda 3 chiqar ekan. X o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak 3 ko'paytirilgan minus 1. Mana buni ichkarisi minus 1 bo'ldi. Ayrilgan 2 karra 6 plus a maxraj 1. Ochib chiqadigan bo'lsak minus 3 minus 12 minus 2a 3 ga teng. Demak minus 15 ayrilgan 2a 3 bo'lsa 2a ni topadigan bo'lsak minus 18 a ni topsak minus 9 hosil bo'ladi. Minus 9 degan javob A variantda. Minus 9 degan javob A variantda. Davom etamiz. F hosila x bilan j hosila x o'zaro teng ekan. F hosila x bilan j hosila x. Demak, f hosila x ni topsak 2x plus 5. J hosila x ni topsak 4x plus 7. Ikkalasini o'zaro teng deyapti. Ikkalasini tenglashtiradigan bo'lsak 2x plus 5 bilan 4x plus 7 o'zaro teng bo'lsa bizada 2x minus 2 ga teng, x ni topsak minus 1 chiqadi. Ya'ni x minus 1 degan javob B varianti. O'ninchi misol. F hosila x ni topaylik. Y darajasi x plus 2. J hosila x ni topadigan bo'lsak 5. Endi buni o'rniga y darajasi x plus 2, bu yoqqa 5 qo'yib yuboramiz. Shunda y darajasi x kichik 3 dan hosil bo'ladi. Ikkala tomonni lnlab yuborsak, ln y darajasi x ln 3. Demak, x bu yoqda kichik bo'lyapti ln 3 dan. Ya'ni minus cheksizlikdan ln 3 gacha hosil bo'lyapti. B javob.
X o'rniga Zuhra opa -1 qo'ymadim. 2-ku. X o'rniga 2 ni keltirib qo'ysam 4 ayrilgan 5 bo'lib -1 bo'ldi. Zuhra opa tushundingizmi? F hosila 2 ni toping deyapti. Ko'paytmani hosilasiga qo'yamiz. Ko'paytmani hosilasiga x ni topaylik oldin. Xo'p, bundan hosila 2x ko'paytirilgan x minus a qo'shilgan x minus a'dan hosila 1 x kvadrat plus 1. F hosila 2 ni so'rayapti. X lar o'rniga 2 qo'yib yuborsak 4 karra 2 minus a qo'shilgan 5 bo'ladi. Mana buni ichkarisi 5. Shu 1 ga teng ekan. Mana shartida aytyapti. 8 ayrilgan 4a qo'shilgan 5 1 ga teng bo'lsa, 13 ayrilgan 4a 1 ga teng, demak a 3 ga teng. A 3 degan javob D varianti. Xo'p, F hosila x kerak bizada. Hosil olsak 7 ni ikkinchisi ln 7 hosil bo'ladi. Bizdan so'rayotgan narsasi F hosili x lar o'rniga nima qo'yishimiz kerak? 1 plus logaritm 7 asosga ko'ra 10 qo'yishimiz kerak. O'rniga qo'yamiz endi. 7 ni darajasiga 1 qo'shilgan logaritm 7 asosga ko'ra 10 ko'paytirilgan ln 7 mahraj ln 7. ln 7 lar ketdi. 7 ko'paytirilgan 7 ni logaritm 7 asosga ko'ra 10. Chunki buni darajasi 1 ko'paytirilganda darajalar qo'shiladi. Mana bu 7 lar logaritm xossasiga ko'ra ketsa 7 ko'paytirilgan 10 qoladi. Va u bizada 70 ga teng. 70 degan javob D varianti. 13-misol. Hosil oladigan bo'lsak 1 taqsim x ln 2 chiqyapti. Endi x lar o'rniga qo'yishimiz kerak ekan. 1 taqsim x o'rniga qo'ysak 7 ln 2 karra ln 2. Bular qisqarsa javob 7 hosil bo'ladi. 7 degan javob D varianti. Muhayyo opa qayerga tushunmadingiz? Yozing qani. Men ham gapiraverib charchagandim. Ozgina kutib turaman. Qayerga tushunmadingiz? Yozing. Eltib qo'ygan joyingizga. Mana x ni o'rniga mana buni keltirib qo'ydim. 7 ni darajasida x bor faqat mana. O'sha darajaga olib borib qo'ydim. Bo'ldimi? Yaxshi, davom etamiz. Bunda muammo bunga qaraymiz. Hosil olaman. Mana bundan hosil oladigan bo'lsak, f hosila x
Bir taqsim x ln 3 hosil bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. Bir taqsim x ln 3 katta logaritm 3 asosga ko'ra edan. Logaritm 3 asosga ko'ra edan. Mana bu ikkalasi bir xil narsa o'zi. Ya'ni bir taqsim x ln 3 katta bir taqsim ln 3 deb yozsak bo'ladi. Ee, Suratlar bir xil, maxraji kichigi katta bo'ladi. Suratlar bir xil, maxraji kichigi katta bo'ladi. Ya'ni demoqchimanki x ln 3 ln 3 dan. Ikkala tomondan ln 3 tashib yuborsak x kichik 1 dan bo'ladi o'z aslida. Logaritmning aniqlanish sohachasi ham bor. Ya'ni logaritmning aniqlanish sohasiga ko'ra x 0 dan katta bo'lishi kerak. 0 u 1 oraliq b javobda. 0 u 1 oraliq b javobda. F hosila x ni toping deyapti 15-misolda. Bo'linmani hosilasiga qo'yamiz. F hosila x sinusdan hosila kosinus x ko'paytirilgan x kub ayrilgan 3x kvadrat ko'paytirilgan sinus x. Maxrajimiz x ning 6-si. Tepadan x kvadrat topib chiqadigan bo'lsak, x ko'paytirilgan kosinus x ayrilgan 3 sinus x. Maxrajli x 6-si. Qisqarib ketsa x ko'paytirilgan kosinus x ayrilgan 3 sinus x taqsim x ni 4-si chiqadi. Bunaqa javob bizada A variantda. Davom etamiz. 16. Ko'paytmani hosilasiga qo'ysak f hosila x kubdan hosil olsam 3x kvadrat ko'paytirilgan ln x qo'shilgan ln x dan hosil olsak 1 taqsim x ko'paytirilgan x kub. Buni yozadigan bo'lsak 3x kvadrat ln x qo'shilgan x kvadrat qilib. X lar o'rniga 1 ni qo'yish kerak, chunki f hosila 1 ni so'rayapti. 3 ln 1 qo'shilgan 1. Mana bu 0 bo'lib ketadi. Javob 1. 1 degan variant B javobda. 17. F hosili x kichik yoki teng 0 dan. Demak, hosil oladigan bo'lsak, minus 6x kvadrat qo'shilgan 12x kichik yoki teng 0 dan. Minus 6 ga bo'lib yuborsak, x kvadrat minus 2x katta yoki teng 0 dan. Demak, x kare x minus 2 katta yoki teng 0 dan. Bu bizada 2 dan plus cheksizlikgacha birlashma minus cheksizlikdan 0 gacha degan. Bu javob bizda adashmasam A variantda. 18. F hosila 1 bilan F1 o'zaro teng ekan. Ya'ni F1 ni topadigan bo'lsak, birinchi o'rinda A plus B plus 2 4 ga teng. F hosila 1 ni topadigan bo'lsak, 2ax plus b, bu ham bizada 2a qo'shilgan b 4 ga teng. Sistema qilib ayirib yuborsak, b lar ketadi. Shunda 2a dan a minus 2 0 bo'lib, a 2 ga teng bo'ladi. A 2 ga teng bo'lsa, b 0 ga teng. Bizadan fx funksiyamiz 2x kvadrat qo'shilgan 2 bo'lib qolyapti-da. Ha, 2 yo'q. Ha, uzr. Bor, nega yo'q? F1 ni topyapman. Chalg'itmang odamni. F1 ni topyapman. X lar o'rniga 1 qo'yib yubordim.
Bizdan F2 ni so'rayapti. 2 kere 4 qo'shilgan 2 10. A javob. Hosilami debman. Tushundim. 19. F hosila kerak bizada. F hosila x 3 ni ikkinchisi ln 3 qo'shilgan 9 ikkinchisi ln 9 hosil bo'ladi. F hosila 1 3 ln 3 qo'shilgan 9 ln 9. Bu 3 ln 3 9 ni 3 ni kvadrati qilsak, mana buni 3 ni mana bu 2 ni oldinga tushirib yuborsak bo'ladi. 3 ln 3 qo'shilgan 18 ln 3. 21 ln 3 chiqyapti. Demak, tepa 21 ln 3, mahraj ln 3. Ikkalasi qisqarib ketsa 21 hosil bo'ladi. 21 degan javob D da. Xo'p, keyingisi 20. F hosila 4 ni so'rayapti. F x ni o'zini yozib olsak, 2 ko'paytirilgan x ning 1 taqsim ikkinchisi ayrilgan 3, mahrajda x hosil bo'ladi. F hosila x ni topadigan bo'lsak, tepadan hosila 2 kere 1 taqsim 2 x ning minus 1 taqsim ikkinchisi ko'paytirilgan x ayrilgan 2 ni x minus 1 taqsim ikkinchisi ayrilgan 3 karra 1 bo'ladi. Chunki x dan hosila 1. Mahraj x kvadrat. X o'rniga endi 4 qo'yishimiz kerak. 4 qo'ysak mahraj 16 bo'ladi. Bu ikkalasi qisqarib ketdi. 4 ni minus 1 taqsim ikkinchisi 1 taqsim 2, uni 4 ga ko'paytiramiz. Ayrilgan. 4 ni 1 taqsim ikkinchisi 2, bu yoq 1 hosil bo'lar. Demak, 1 pastda 16 chiqyapti. 1 taqsim 16 C varianti. Ikkinchi testimiz ham bo'ldi. Ikkinchi testimiz ham bo'ldi. Ikkinchi test bo'yicha kimda savol bor? Yozishingizlar mumkin. Ikkinchi test bo'yicha kimda savol bor? Yozishingizlar mumkin. Ustoz ln1 kelsa har doim 0 bo'ladimi? Da 0 bo'ladi. Logaritm har qanaqa asosga ko'ra 1 0 ga teng. Masalan, a asosga ko'ra 1 ham 0 ga teng. Uchinchi test. Uchinchi testni ozroq ko'raylik. Voqea. Charchab qolmadingizlarmi? Xo'p, f hosila x ko'paytmani hosilasiga qo'yamiz. Sinusdan hosila kosinus x ko'paytirilgan tangensdan hosil kosinus kvadrat x ko'paytirilgan sinus x. Xo'p, kosinus pi taqsim 3 ta 1 taqsim 2 ga teng, tangens pi taqsim 3 ta ildiz 3 ga teng. Qo'shilgan. Xo'p, 1 taqsim 4 karra ildiz 3 taqsim 2 qo'shilgan 2 ildizda 3. 2,5 ildizda 3 hosil bo'ladi. Minus qayerda? Samar ustoz, qayeri minus? Adashdimmi? Adashmadim-u.
Sinusda minus yo'q, tanga minus yo'q. Menimcha adashmadim. Xo'p, buni yecha olasizlar menimcha ikkini. To'g'rimi? Ikkini yecha olasizlar endi. Bo'linmani hosilasiga qo'yiladi. Uchni yechib ketaylik, mayli. Fx tangensidan hosila 1 taqsim kosinus kvadrat x ayrilgan kotangensidan hosila 1 taqsim sinus kvadrat x. Kotangensda minus 1 bo'lsa, plyus bo'lib ketadi. Endi pi taqsim 8 dagi qiymatlarni so'rayapti. Umumiy makraj berib yuborsam, xo'p, sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x makrajim kosinus kvadrat x kira sinus kvadrat x bo'ladi. Buni 4 ga ko'paytirib, oldinga ham 4 ni ko'paytiraman. Tepa 1 ni beradi. Demak, 4 taqsim sinus kvadrat 2x bo'lyapti. Pi taqsim 8 ni keltirib qo'ysak, 2 ga ko'paytirsak pi taqsim 4, 1 taqsim 2 8 hosil bo'lar ekan. 8 degan javob D variantda. 14-testda tengsizlikni funksiyaga aloqasi bor. Tengsizlikning funksiyaga aloqasi bor deb olish shartmi shunda? Opa, Suraya opa, mana shuni o'zi, mana shu yozuvni o'zi aytib turibdi. X 0 dan katta bo'lishi shart. Shuni o'zi aytib turibdi. Mana shu to'rt burchakka olganim o'zi. U 0 dan katta bo'lishga majbur u. Bu keyingi holat x 1 dan kichik bo'lishi. Ikkalasi umumlashtiriladi keyin. Chunki x 1 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa-da, manfiy sonlari ham qabul qilsa, u logaritm ma'qulanish sohasiga tushmaydi. Shuning uchun o'sha joyga ham e'tibor berish kerak. Xo'p, buni yechib o'tirmaymiz. Boya yechdik bunaqa misol adashmasam. Xo'p, bunga e'tibor beramiz. 5-misol. F 100 bilan xo'p, f qaus ichida 100x ni farqi bor. Mana bu darajani bildiradi. Bu 100-tartibli hosilani bildiradi. Oddiy 100 tursa darajani bildiradi. Darajada qaus ichida 100 tursa 100-tartibli hosilani bildiradi. Endi bizadan 100-tartibli hosilani so'rayapti. E'tibor beringlar. Birinchi tartibli hosilani topsak 100x 99 bo'ladi. Ikkinchi tartibli hosilani topsak 100 kara 99 kara x 98 bo'ladi. Uchinchi tartibli hosilani topsak 100 kara 99 kara 98 kara x ning 97-si bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, 100-tartibli hosilani topsak 100 kara 99 kara 98 kara va hokazo 1 gacha boradi. Va bu bizda 100 faktorialni beradi. 100 faktorial C javobdir. 100 faktorial C javobdir. F hosila -1 ni so'rayapti. Xo'p, bunga e'tibor beramiz. Fx sifatida men olaman. Fx sifatida x plus 1 ko'paytirilgan x kara x plus 2 kara x plus 3 kara va hokazo x plus 10 gacha bo'lgan joy.
X yo'qolib ketadi. Gulbahor opa 100 ta olyapmiz. Qarang, daraja 1da 99 bo'lyapti, 2da 98 bo'lyapti, 3da 97 bo'lyapti boyagi misolda. Demak, 100 da x ning 0-darajasi bo'ladi-da. X ning 0-si 1 ga teng. Mana bu qismni a deb belgilab olsak, bizda fx funksiyamiz x plus 1 karra a hosil bo'ladi. Hosil olamiz. F hosila x. X plus 1 karra a hosili qo'shilgan 1 karra a. Endi f hosila minus 1 ni so'rayapti. X o'rniga minus 1 qo'ysak, mana bu yoq 0 bo'lib ketadi. Bizda hosil bo'lyapti x kara x plus 2, x plus 3 va hokazo x plus 10 gacha. X o'rniga minus 1 qo'yib yuborsak, minus 1, 1, 2, 3 dan 9 gacha hosil bo'lyapti. Mana bu joy bizada 9 faktorialni beradi. Oldidagi minus 1 bilan minus 9 faktorial. Minus 9 faktorial a javob. Ravshan aka shunaqa. Kimda savol bor? 0 ga aylantiradiganini olish kerak-da. Kimda savol bor 6-misol bo'yicha? Oltinchi misol bo'yicha kimda savol bor? Yaxshi. 7 f hosila 1 ni toping deyapti. F hosila 1 ni toping deyapti. Xo'p, eslasangizlar, minus 1 qayerdan keldi? Mana x o'rniga minus 1 qo'yganda toping deyapti. Mana bu yoqdagi x o'rniga qo'ysak, mana minus 1 hosil bo'ldi. Minus 2 deganda x plus 2 ni olarmidik? Ha, minus 2 desa x plus 2 ni olamiz. 0 ga aylantiradiganini olamizda. Xo'p, esingizlarda bo'lsa, 1 minus x plus x kvadrat minus x kub plus va hokazo plus x ni 10-si ifoda bo'lsa, bundoq qilib yoniga 1 plus x ni ko'paytirib yuborsam, ikkita tomoniga 1 plus x ni ko'paytirsam, shunda bu manda 1 qo'shilgan x ning 11-si bo'ladimi? To'g'rimi? Ikkala tomondan hosil olib yuboraman. Eslasangizlar, mana bularni o'tuvdik IDCda noyabr oyida boshida. Agar eslasangizlar, ikkala tomondan hosil olsak 11x ning 10-si barobar f hosila bu naborot cho'zilib ketar ekan. Bu kerak emas. Shundoq hisoblaganim osonroq chiqar ekan. Naborot cho'zilib ketar ekan. F hosila x ni topsak, 0 ayruv 1 qo'shilgan 2x ayrilgan 3x kvadrat qo'shilgan 4x ning 3-si va hokazo oxirgisi 10x ning 9-si. F hosila 1 ni so'rayapti. Minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 plus 6 minus 7 plus 8 minus 9 plus 10 bo'ladi-da bu. 1 1 1 1 1. Nechta bir bor? 5 ta bir bor. Demak, javob 5 ga teng bo'ladi. 1 minus x ni olib chiqish kerak. Bunda osonroq chiqar ekan, boyagida cho'zilib ketadi. Hop, bu hozirgi misolni o'zi.
Faqat plyuslik variant. Beshinchi tartibli hosilasini toping deyapti. 9da. Xo'p, e'tibor beramiz. F hosila x nimaga teng? Minus 1 taqsim x kvadratga teng bo'ladi. Xohlasangizlar, mana bunday ko'rinishda yozsangizlar juda qulay bo'ladi. Ya'ni fx ni x ning minus birinchisi desak, f hosila x bizda minus x minus ikkinchisi bo'ladi. F ikkinchi tartibli hosilamiz plus 2 x ning minus uchinchisi bo'ladi. F uchinchi tartibli hosilamiz minus 6 x ning minus to'rtinchisi bo'ladi. F to'rtinchi tartibli hosilamiz 24 x ning minus beshinchisi bo'ladi. F beshinchi tartibli hosilamiz minus 120 x ning minus oltinchisi bo'ladi. Minus 2 ga teng bo'lsa, minus 120 taqsim 64. 4 ga qisqartirsak, tepa 30, past 16. 2 ga qisqartirsak, 15, past 8. Javob B varianti. 10-misol. Fx f hosila pi taqsim 4 ni toping deyapti. Demak, f hosila x bizada ko'paytmani hosilasiga ko'ra birinchi bundan hosil olsak 4x ayrilgan pi ko'paytirilgan tangens x qo'shilgan tangens x dan hosila 1 taqsim sin kvadrat x ko'paytirilgan 2x kvadrat minus pi x. X o'rniga endi pi taqsim nechini qo'yamiz? 4 ni qo'yamiz. X o'rniga pi taqsim 4 qo'ysak, mana bu ifodamiz 0 bo'lib, mana bu joy to'liq 0 bo'lib ketadi. Sinus pi taqsim 4 ildiz 2 taqsim 2 kvadratga oshirsak, mana bu joy bizada 2 ko'paytirilgan 2 karra pi kvadrat taqsim 16 ayrilgan pi kvadrat taqsim 4. Xo'p, demak pi kvadrat taqsim 8 2 ko'paytirilgan pi kvadrat taqsim 8 umumiy makhraj berib yuborsak minus pi kvadrat taqsim 8 hosil bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak minus pi kvadrat taqsim 4 degan javob. Bu bizda A varianti. Adashtingiz kosinus 2. Ya, mana bu kosinus, ha? Uzr. Tangens 2 kosinus. To'g'ri. Uzr. Pi taqsim 4 bo'lganligi uchun javob o'zgarmaydi, baribir A varianti. Xo'sh, qolgan 10 tani ishlab qo'yasizlar endi. Qolgan 10 tani ishlab qo'yasizlar. I murakkab funksiya hosilasi bilan birga. Sin x kichik 1 taqsim 2 dan. Hosil olsangiz sinus x kichik yoki teng 1 taqsim 2 dan bo'ladi. Birlik aylana 1 taqsim 2 dan kichiklab yo'qdi. Demak, mana bu nuqtamiz minus pi minus arc sinus 1 taqsim 2, bu yog'i arc sinus 1 taqsim 2. Arc sinus pi taqsim 6 da erishsa minus 7 pi taqsim 6 dan qo'shilgan 2 pi ga bu yoqda x turadi. Pi taqsim 6 qo'shilgan 2 pi gacha bo'ladi.
Endi bizada 0 pi oraliqda deganligi uchun kani o'rniga 0 qo'yib yuborsam, kani o'rniga 0 qo'yib yuborsak, mana bu joyda, mana bu joyda 0 qo'ysak, bizda nima hosil bo'ladi? -7 pi taqsim 6dan qayoqqacha? Pi taqsim 6gacha bo'ladi. A, manda 0 pi oraliqda deyapti. Demak, 0 dan pi taqsim 6gacha hosil bo'lyapti. Kan o'rniga 1 qo'yib yuborsak, 5 pi taqsim 6dan pigacha. 5 pi taqsim 6dan pigacha. B variant. Mana shunda javob olishda qiynalayotgan bo'lsangiz, bundoq qilasiz. Bundoq chizasiz. Hozir sizda yechim chiqyapti mana. -7 pi taqsim 6dan, xo'p, qayoqqacha oraliq chiqyapti? Pi taqsim 6gacha chiqyapti, to'g'rimi? Lekin sizga aytyapti 0 dan pigacha oraliqda top deyapti. Sizda yechim chiqyapti mana bu joy, lekin yechimni mana bu oraliqda olish kerak. 2 marta shtrixlangan joy mana 0 dan pi taqsim 6gacha. Keyingisida aytyapti, kan o'rniga, mana bunda kan o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsangiz, kan o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsangiz, 5 pi taqsim 6dan, xo'sh, 13 pi taqsim 6gacha ketadi-da. Ya'ni 5 pi taqsim 6 mana bu yoqda, 13 pi taqsim 6 bu yoqda. Bu yoqqa qarab ketadi. Bu yerda 2 marta shtrixlangan joy mana bu oraliq. Shunda 0 dan pi taqsim 6gacha, 5 pi taqsim 6dan pigacha. B variant bo'ladi. Xo'p, rahmat hammaga. Ertaga ertalab bugun kechqurun futbol bor. Ertaga ertalab soat 6gacha link tashlasam, davomini ko'ramiz. Agar link tashlamasam, uxlab qolgan bo'laman. To'g'ri tushunasizlar. Kechki payt strenometriyani davomini ko'ramiz. No, aytaman. Kelishdikmi? Mabodo bo'lmay qolsa, ustoz dars bo'ladi degan edi, bo'lmadi. Ustoz uxlab qolgan. Davomiy dil savollaringizlari yubormanglar, xo'pmi? Oldindan aytib qo'yapman. Chunki shugacha ham soat 3:30da turganman. Gap futbolda emas. Kichkinamiz bor, bilasizlar, kechasi bilan yig'lab chiqdi. Uyqu bo'linib turdi. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Agar ertaga ertalab link tashlolmasam, kechki payt strenometriyani ko'ramiz. Rahmat hammaga, charchamanglar, salomat bo'linglar. Uyga vazifa buni davomi bo'ladi. Ya'ni murakkab funksiyani ham yechib qo'yaveringlar. Hosila olish mana bu murakkab funksiya hosilasini ham o'z ikkita testi bor bunda adashmasam. Keyin nima bo'ladi? Funksiyani tekshirish, o'sha eng katta qiymati, eng kichik qiymati, o'sha qachon o'sadi funksiya, qachon kamayadi, shularni ko'ramiz. Shu hafta hisobida xudo xohlasa nimani yopishimiz kerak? Juma kuni yutuqlik test bo'ladi. Aytib qo'yish oldindan, juma kuni yutuqlik test bo'ladi. Balkim testni ertalabdan tashlaymiz, vazifani tashlayman. Balkim o'sha soat 7ga vaqtga qo'yib ishlaymiz. Juma kuni xullas yutuqli test bo'ladi. Birinchi o'rinni olgan ustozga 350 ming. Qolganlari ichidan bittasini jiribovka qilib tanlaymiz, unga 150 ming. Ya'ni jami 500 minglik yutuq bo'ladi. Turgeometriyasida strenometriya deyarli yo'q. Strenometriyaning videosini tashlab berishim mumkin. Turgeometriyasidagi qolgan mavzularni ko'rib bo'lganmiz. Shunaqa. Rahmat hammaga, charchamanglar. Xudo xohlasa ertagacha.